Assalomu alaykum barchaga. 2025-yil 1-iyundan boshlab Polsha migratsiya qonunchiligida yangi qonunlar, qarorlar qabul qilindi. Bu haqda barcha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdilaringiz, o'qidilaringiz, muhokamalar qilindi. Men hozir ushbu video orqali nimalar o'zgardi va nima sababdan bunday qarorga kelindi, shu masalani tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Men boshladim. Demak, birinchi bo'lib talabalar mavzusi. Endi Polshada oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun deylik polyak va ingliz tilida ikkita tilda o'qish mumkin. Ana o'sha tillarni qaysi birini yo'nalishni tanlasangiz, o'sha tilni B1 yoki B2 darajada, ya'ni bilish sertifikati, til sertifikati talab qilinadi. Chunki juda ko'plab o'sha xorijlik talabalar til bilmasliklari uchun o'qishni davom ettira olmaganliklarini sabab qilib ko'rsatilgan. Ikkinchidan, endi Polshaga o'qishga kelgan talabalar faqatgina o'sha talabalik karta pobitasini olishlari mumkin xolos. Ya'ni avvallari talaba bo'lib kelib, keyin ishga kirib, ish orqali o'sha ishchi karta pobita, ya'ni rabochiy karta pobita olish mumkin edi. Hozir mana shu funksiyani bekor qilindi. Ya'ni o'qishga keldingmi? O'qi, marhamat, bemalol, lekin ishlash mumkin emas. Ya'ni ishlash mumkin, o'sha ruxsat etilgan haftada 20 soat ishlash mumkin, lekin bu bilan ishchi karta pobita berilmaydi. Mana shu narsa nazarda tutilgan. Ya'ni bemalol o'qishni tugatgandan keyin ish topib ishlash mumkin bo'ladi. Lekin o'qish davomida faqat talabalik karta pobitasini olish mumkin bo'ladi xolos. Bundan maqsad juda ko'plab o'sha xorijliklar, o'zimiz yurtdoshlarimiz ham juda ko'p yigitlar o'qish uchun viza olib kelishadi-da, lekin o'qishni davom ettirmasdan ishga chiqib ketishadi. Shuning uchun bu masalani to'xtatib qo'yishdi. Ya'ni talabalik vizasi faqatgina Polshaga kelib olish uchungina, kelib olish uchun vosita bo'lmasligi kerak. O'quv yurtiga kirdimi, o'qish kerak degan mazmunda shunday qarorga kelindi. Xo'p, ikkinchisi, endi kimlar karta pobita ola olmaydi? O'sha 1-iyungacha bo'lgan vaziyatda, masalan, turistik viza bilan mehmonga kelib, biznes vizalar bilan kelib, qandaydir yo'llar bilan karta pobita olishayotgan edi, olish imkoniyatlari bor edi qaysidir joylarda. Mana shu narsalar bekor qilindi. Endi o'sha S viza deyiladi, turizm va biznes uchun yoki mehmonga kelinadigan vizalar bilan Polsha hukumatı karta pobita bermaydigan bo'ldi. Mana shu qarorda bu narsalar yozilgan. Bundan tashqari, endi barcha o'sha zezvoleniyalar, ya'ni biz taklifnoma deb aytadigan hujjatimiz va karta pobitalariga topshiriladigan hujjatlar barchasi elektron ravishda topshiriladi. Hech qanday qog'oz holatida topshirilmaydi. Endi faqat elektron rejimga o'tiladi. Bundan maqsad prosesni tezlashtirish, jarayonni tezlashtirish. Elektron hujjatlarni yuborish bir necha daqiqa vaqt oladi xolos. Uni qabul qilgan tomon ham zudlik bilan qabul qilib oladi. Mana shu proseslarni tezlatish maqsadida bu rejimga o'tilyapti. O'zi bu harakatlar ancha avvaldan boshlangan, chunki bilasizlar, o'sha elektron taklifnomalar bor, u yerda taklifnomaga elektron imzo bilan qabul qilingan degan yozuvlar yozilgan. Buni avvalgi videolarimizda ko'p aytganmiz. Endi mana shu rejimga to'liq o'tish maqsad. To'g'ri, bu qaror hozir imzolangani bilan bugun, ertaga yoki bir oyda bu narsalar hammasi birdan yo'lga qo'yilmaydi. Barchasi bu ancha vaqt oladi baribir. Uni ijrosi anchagina vaqt talab qilishi mumkin, lekin mana shu yo'lga o'tilyapti. Eng asosiysi shu. Keyingisi, Polshada bir necha yillardan beri ishlab yurgan hamyurtlarimiz yaxshi bilishadi. Masalan, deyarli birinchi kelganingizda hamma o'sha posrednik agentliklar orqali ishlaydi. Zavod, fabrikalarga ular posredniklar ishga joylashadi-da. Juda ko'p mana shunday posrednik firmalar ishlaydi, 1-2 yil ishlaydi-da, sekin bankrot bo'lib, yangi firma ochib, ishchilarni yangi firmasiga o'tkazib, yana yangi firmadan davom ettirib, shunaqa qilib tez-tez firmani nomi o'zgarib turardi. Yangilanib turardi. Odamlar o'sha, lekin yuridik nuqtai nazardan bitta firma yopiladi, yangi firma sifatida ochilib, ishlab ketaverardi. Endi mana shu daqangi o'sha soliqlardan qochadigan, har xil o'yinlar qiladigan firmalarni yo'lini to'sishdi. Qanday qilib? Yangi ochilgan firma
endi zazvaleniya olinmaydi, ishchini qonuniy ishga joylashtira olmaydi. Unga o'sha qonuniy hujjatlar berilmaydi. Mana shunaqangi o'yinlarni oldini olish uchun hukumat bu qarorga keldi. Buni albatta har bitta migrantlarga foydasi bor, ishchilarni foydasi ko'zlab qilinyapti. Chunki juda ko'p hollarda siz ishlayverasiz, oyligingizni beradi, lekin sizni налогларingiz to'lanmagan, страховкаларingiz qilinmagan bo'lib, siz noqonuniy ishlayotgan bo'lib qolardingiz. Mana shunaqangi vaziyatlarga uchramaslik uchun bu qaror mana shunday qarorga kelindi. Undan tashqari agar biron bir firmani, o'sha eski ishlab turgan firmani soliqlardan davlat oldida qarzdorligi bor bo'lsa, unga ham o'sha yangi ishchilarni ishga olish uchun zazvaleniyalar, ya'ni o'sha taklifnomalar o'zon tomonidan berilmaydi. Qachonki u qarzlarini yopadi yoki qarz yo'qligi haqidagi spravkani taqdim etadi, ma'lumotnomani, yoki qarzini o'sha bo'lib to'lashga kelishilgan o'sha soliq idorasi bilan mana shunday kelishilgan shartnomani ko'rsatsagina keyin unga o'sha yangi ishchilarni ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat beriladi. Xo'p, endi masalan ishdan ketgandan keyin oldin ishchi o'zi qonun bo'yicha shunday edi, ishchi ishdan bo'shagandan keyin 14 kun ichida ujrontga xabar berish kerak, ya'ni ishdan ketganligi haqida. Undan keyin keyingi 14 kunlik ichida yangi ish joyiga joylashganligi haqida xabar berish kerak edi. To'g'ri, bu amalda juda ham ko'p, hamma amal qilib ishlagan deb hisoblamayman, lekin shunday qonun bor edi. Endi mana shu xabar berishni ishchi ishdan bo'shagandan keyin firmani, o'sha ish beruvchini bo'yniga ham majburiyat qilib yuklatildi. Chunki o'sha ishchilari ishdan ketgan bo'lsa ham, qayerlargadir yurgan bo'lsa ham yoki ishchi o'sha nelegal bo'lib qayerlarda yurmasin uchun endi ish beruvchini bo'yniga bu narsani majburiyat qilib davlat tomonidan yuklatildi. Bundan tashqari o'sha yuqorida aytdik, juda ko'p qalbaki firmalar bor. Ular faqatgina taklifnomani tayyorlatib sotish bilangina tirikchilik qilishga o'tib olgan edi. Juda ko'plab mana posolstvada ko'p vizadan atkazlarga ham mana shunday qalbaki, firma qalbaki, taklifnoma qalbaki emas. Firmani o'zi ish joyi yo'q unda, lekin bir nechta ishlar uchun ular taklifnomalar yuborgan. Vizani masalan olgan taqdirda ham ish yo'q bo'ladi ularda. Mana shunaqangi faqatgina taklifnoma sotish bilan shug'ullanuvchi firmalarni ham faoliyatiga mana shu qonun endi chek qo'yadi. Chunki agar ishchisi vizani olsa-yu, u ish bilan ta'minlanmasa, bu firmaga keyingi ishchilarni ro'yxatga olish uchun, ishga olish uchun taklifnomani berishni davlat to'xtatadi. Xo'p, yana bitta juda yaxshi qaror bo'libdi mana shu. Endi Polsha hududidagi o'sha shaharlar kesimida ishonchlik, soliqlarni vaqtida to'lab borayotgan yaxshi firmalarni reytingi tuzib chiqiladi. Reyting tuzib chiqilib, ana o'sha reytingni yuqori o'rinlarda turgan firmalarga o'sha taklifnomalarni tayyorlash, karta pobitalarida jarayonni tezlatish imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni reytingda yuqorimi, o'sha firmalarning taklifnomalari tezroq ujron tomonidan tayyorlanadi. Mana shunaqangi bitta sxema o'ylab topildi, lekin bu amalda qanchalik darajada ishlaydi bilmadim. Va o'sha rasmiy saytlarda birinchi mana shunday ro'yxat ham e'lon qilindi. Eng o'sha доверенный, ya'ni ishonchli firmalarning ro'yxati degan mazmunda ro'yxat e'lon qilindi, lekin ushbu ro'yxat juda ko'p yuristlar tomonidan, tadbirkorlar tomonidan negativ qabul qilindi, chunki kutilmalar zo'r edi, lekin tayyor ro'yxat kutilmalarga yarasha bo'lmagani uchun balkim bu yerda juda kichik firmalarni ham o'sha ro'yxatga kiritishgan joylari bor. Juda ham kichik, haligi oddiy pechene ishlab chiqaradigan bir kichkinagina firmalarni ham ro'yxatda borligi uchun juda katta rezonans bo'ldi va o'sha rasmiy e'lon qilingan saytda men ro'yxatni topa olmadim, ya'ni o'chirib qo'yishibdi. Bundan tashqari Eurostat agentligining tekshiruvlariga ko'ra 2024-yilda hukumat tomonidan 489 mingta karta pobita berilgan. Umumiy
489 mingta karta pobiti migrantlarga berilgan bo'lsa, bu avvalgi yillarga nisbatan 24% ga kam. Ya'ni natija juda ham kamaygan va bu 2015-yildan beri eng yomon natija hisoblanadi ekan. Bundan nimani ko'rish mumkin? O'sha avvallari qonuniy ishlamasdan ham yoki boshqa davlatda ishlab yurib ham Polshadan karta pobiti olganlar bo'lgan. Bu narsani amalda ko'rganmiz. Endi mana shu oxirgi yillarda bunga qarshi kurashilyapti va hukumat mana ko'rib turibsizki, karta pobitalar bermagan. Juda katta miqdorda odamlar o'sha karta pobitidan ham atkaz olishgan. Sababi ularni qonuniy ishlamasliklari, yoki qonuniy ishlamayotganliklari deb tushuntirsak. Bundan nimaga kelib chiqadi? Bu qarorning umumiy mazmuni shunday va bu qarordagi eng katta bir masala bu boshqa davlat, o'sha Latviya, Litva, Slovakiya, Bolgariya, boshqa Schengen davlatlarining vizasi yoki VNG'si bilan Polshada endi qonuniy ishlab bo'lmaydi, karta pobiti topshirib bo'lmaydi degan aynan mana shu joyi ijtimoiy tarmoqlarda juda katta rezonans berdi. Aslida qanday? Men mana shu qaror chiqqan kundan beri qidiryapman har xil manbalardan. O'sha juda ko'p videolarimizga asos bo'lgan Polskiy konsultant yuridik agentligi bor. Ana shu agentlikning saytida, rasmiy saytidagi o'qilgan ma'lumotimda bunday cheklov yo'q deyilgan. Ya'ni bemalol Latviya, Litva, Slovakiya, boshqa Schengen davlatlarining VNG'si bilan Polshada qonuniy ishlash, karta pobiti olish mumkin deb yozilgan u yerda. Lekin ko'chada, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha eshitishlarimiz asosan endi iloji yo'q deyilib berilyapti bu ma'lumot. Va men bugun yana bir yaxshi bir faoliyat olib boradigan firma rahbari bilan gaplashganda ham u ham shuni tasdiqladi. Boshqa davlatlarning VNG'si bilan, vizasi bilan emas, VNG'si bilan imkoniyat bor deb aytib o'tyapti. Lekin juda ko'p boshqa joylarda endi umuman iloji yo'q degan fikr, ikkita qarama-qarshi fikrlar turibdi. O'sha chiqqan qonun, imzolangan qonunning o'zida ham yozilmagan imkoni yo'q degan narsa. Shuning uchun bu haqda hali bu amalda qanday ishlaydi, hali yana bir necha oylarda balkim yangi informatsiyalar kelib chiqishi ham mumkin. Men o'ylaymanki, bu mana shu aynan hozirgi mavzudagi taqiq menimcha bo'lmaydi. Ya'ni o'sha boshqa davlatlarda VNG'si bilan hali Polshada qonuniy ishlash, karta pobiti olish imkoniyati saqlanib qoladi deb o'ylayman va agar shu mavzuda aniq yana boshqa qandaydir ma'lumot paydo bo'lsa, buni albatta videolarimiz orqali men e'lon qilaman. Xo'p, bu qarorlarga kelinishiga sabab nima bo'ldi asosan? Hozir mana o'sha birinchidan keyin juda katta massiviy tekshiruvlar, haydovchilarni, taksistlarni tekshirishlar boshlangan, ya'ni ularning faoliyati qonuniymi, yo'qmi deb. Mana shu tekshiruvlar haqidagi xabarlarni ostida, postlar ostida men ko'plab hamyurtlarimizdan shunday izohlarni ko'rdimki, demak Polsha ham Rossiyadan farqi qolmabdi degan mazmunda izoh yozishgan. Aslida bu noto'g'ri taqqoslash. Sababi Polsha hukumati har qanday migrant uchun qonuniy ishlash imkoniyatlarini tashkil qilib qo'yilgan. Ya'ni bemalol kelib, agar vizani oldingiz, kelib qonuniy ishlash mumkin. Qonuniy ishlash imkoniyati bor paytda noqonuniy ishlab yurmaslik uchun bu qarorlar, bu tekshiruvlar bor. Va juda ko'pchilik o'zini qonuniy yoki noqonuniy ishlayotganini bilmay qolgan holatlar ham bor. Bunga sabab o'sha yuqoridagi agentliklar aybdorligi. Ana bunga ham qarshi kurashilyapti. Va agar kimdir o'zini hozir ishlayapti, soliqlari to'lanyaptimi, yo'qmi, sug'urtalar qilinganmi, yo'qmi bilmoqchi bo'lsa, ZUS sayti bor. Bemalol mana shu saytga kirib, ro'yxatdan o'tasiz, verifikatsiya qilasiz o'zingizni va o'zingizga taalluqli bo'lgan barcha to'lovlar jarayonlarini doimiy kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Umumiy ma'noda shu bugun sizlar uchun tayyorlangan ma'lumotlarim va bu mavzuda hali yangiliklar bo'lishi tabiiy. Yo'l-yo'lakay qanday yangi
yana informatsiyalar chiqadigan bo'lsa, ularni albatta videolarimiz orqali sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilamiz va men har bitta yurtdoshimizga o'sha chetga chiqmoqchi bo'lgan yoki Polshada ishlab yurgan yurtdoshlarimizga aytmoqchi bo'lardimki, albatta qonuniy faoliyat yuritishga harakat qilishlaringni bu o'zlaringiz uchun birinchi navbatda va sizdan keyin kelmoqchi bo'layotgan hamyurtlarimizni ham o'sha viza olishlariga yoki bu yerga kelib ishga joylashishlariga yoki ish topishlariga bu yaxshi rezultat bo'lar edi. Sababi ish joyingiz, masalan, birta ishxona o'zbekistonlik fuqarolarga nisbatan yaxshi, pozitiv kayfiyatda bo'ladigan bo'lsa, sizdan keyingi keladigan ishchilarni ham mamnuniyat bilan ular ishga joylashtirishadi. Mana shu ma'noda albatta avvalo o'zingiz uchun, qolaversa sizdan keyin keladigan insonlar uchun ham sizni qonuniy ishlab yurishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, savollar bo'lsa bemalol videoni kommentariyasida yozinglar. Men Telegram raqamimni yozib qo'yaman videoda. Bemalol o'sha shaxsiy savollarni, ya'ni shaxsiyga, ya'ni lichkaga yozishlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.